Xotin obedga ovqat tayyorlab qo'ygan. Kelaman. Dishni bo'ydoqlar orzu qiladi. Uy qurishni boshladingiz. Romlar, eshiklar izlab Toshkentga, poytaxtga borish shart emas. Sirdaryoda shunday joy ochilganini bilarmidingiz? Videoni oxirigacha tomosha qiling. Demak, Urbix do'konida qanday eshiklar mavjud? Qayerda eshiklar mana shu ko'rib turgan eshiklarimiz? Bizning eshiklar Rossiya va Xitoydan keltirilgan. Hammasi sifatli eshiklar. Bizning do'konimizga kelgan inson hammasi o'zini interyeriga, o'zini didiga mos eshiklarni topishiga ishonchimiz komil. Bizda 50 turdan oshiq eshiklar mavjud. Hammasi sifatli va hamyonbop eshiklar. Ko'pchilik aynan eshiklarni qaysidir do'konlardan xarid qilgandan so'ng, nomutaxassis rom o'rnatuvchilar tomonidan eshikni noto'g'ri o'rnatishlari bor. Ayni eshiklarimizni tajribali ustalarimiz bor. O'rnatish xizmatlari bizda mavjud. Demak, hammasiga kafolat beramiz. Bizni kanalimizdan kelsa, qanaqa chegirmalar qilib berasiz? Shu haqida mana hozir kanalingizdan kelganlarga Xudo xohlasa yetkazib berish xizmatini bepul qilib beramiz. Sirdaryo viloyati bo'yicha. Sirdaryo viloyati bo'ylab bemalol murojaat qilasizlar ekan, o'zi mana Xudo xohlasa va'dasini olyapmiz. Sirdaryodan gapiramiz deb kelsalaring yetkazib berish xizmati bepul ekan. Har qanday eshikni olgandan so'ng, eshik mana shu do'konda turgandek ochilmaydi. Bu mutaxassislarning nomutaxassisliklari uchun. Mana bu yerda mutaxassislar bor. Mana shu eshikni xarid qilasiz, narx-navolarni kelishasiz. Mana shu eshikni xuddi shu yerda o'rnatilgandek sizni xonadoningizga o'rnatib beradilar. Va alohida ta'kidlab o'tdilar, yetkazib berish mutlaqo bepul. Manzilimiz Sirdaryo tumani Ziyokor mahallasi Mo'ljal Muruvvat uyining yonginasida. Yana ham Mo'ljal orientirisi Malexika Power'ning razvorotning yonginasida. Kelaverasizlar.